Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, ilon baliq ishqibozlari. Mashalloh deb qo'yasizlar. Mana inshaalloh mana ikkita hovuzga 1300 ta baliq tashlaganmiz. 80 grammlik, 100 grammlik baliq boqish uchun. Videolarni kuzatib borsani, oktyabr oxirigacha oziqlanadi. Har oyda qanchadan necha kilo qo'shildi, oktyabr oxirida necha kilo bo'ldi, qancha daromad qildi, qancha ozuqa yedi. Hozir biz buni donasini 12 ming so'mdan sotdik. Buni hozir boquvga tashlaganmiz o'zimiz uchun. Ikkita hovuzga 1300 ta. Mana tashlaganimiz 20 kundan oshdi. Hozir 300 grammdan oshiq bo'lib qolgan har katta bo'lganlari. Inshaalloh oktyabr oxirida necha kilo bo'ladi? 80 grammlik, 100 grammlik baliq 6 oyda, 5 oyda necha kilo bo'ladi? Qancha daromad qiladi, qancha ozuqa yeydi? Hammasini videosini ko'rib boramiz. Ilon baliq boqish daromadi qancha borligini bilasizlar. Inshaalloh o'rganamiz ilon baliq boqishni. Hammaniga Alloh baraka bersin ishlaringizga.